Akalar, mana shu holatda shu mashina nimaligini bilasizlarmi? Menimcha ko'pchilik bildi, mana bu farasidan gelikligini ko'pchilik sezdi deb o'ylayman. Agar shu farasining yon tarafi bo'lmaganda menimcha bilib bo'lmasdi. Bu mashinaga biz nima xizmat ko'rsatdik? Diskalari eski holati mana bunaqa holatda edi. Mokriy shlipovka. Biz mana bu qora glansiyaga o'zgartirib berdik. O'zi diska o'zi mashinani ancha-muncha foiz o'zgartiradi. O'zi ko'p detallari, mana bu joylari nikel detallari qoraga o'zgartiriladi ekan, qora tonirovkalar qilinyapti ekan. Polniy ko'zib broneplyonka qilinyapti ekan, Avto Zero qovlagan joylarda. Xo'p, biz buni diskalarni o'zimni mashinamga yuklab olib ketib, diska ishxonamda remont qilib, kraskalarni qilib, olib kelib qaytarib taqib ketaman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zingizga aloqa chiqarasizlar. Hozir Toshkent bo'ylab Lubay joyga borib, yechib olib kelib, remontlarni qilib, qaytarib borib taqib ham kelish xizmatimiz bor. Biz o'zimizda hammasi shu bitta narxni ichiga kiradi. O'z diska mashinani ancha-muncha oshdi deb o'ylayman, o'z holatida. Agar qora tonirovkalar, mana bu ruchkalar, momentlarda nikellari qora bo'lsa, vashim ochiladi deb o'ylayman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Joningiz sog' bo'lsin, charchamanglar, omon bo'linglar.